Transport mavzusidan elektrotexnika mavzusiga o'tamiz. So'nggi yillarda sohaga qaratilgan yuksak e'tibor sabab bugun o'zbek milliy brendi ostidagi elektrotexnika mahsulotlari dunyoning 70 dan ortiq mamlakatlariga sotilmoqda. Asosiy e'tibor eksport hajmini 1,5 milliard dollarga yetkazishdir. Shu o'rinda so'nggi 8 yil ichida elektrotexnika sanoatida qanday natijalarga erishildi? Muxbirimiz Asila Tursunboyeva sharh orqali ushbu savollarga javob olamiz. Iqtisodiy sakrash iborasini elektrotexnika sanoatiga qo'llash ayni muddao. So'nggi 8 yilda sohada ishlab chiqarish hajmi 9,5 barobarga o'sdi. Masalan, 2017-yilda 3,7 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilgan bo'lsa, joriy yilda 35 trillion so'mlik mahsulot tayyorlanishi kutilyapti. Sohada investitsiya faoliyati sezilarli darajada oshib bormoqda. Ayniqsa 2017-2024-yillarni olib qaraydigan bo'lsak, 1,3 milliard dollar investitsiya sohaga yo'naltirilgan bo'lib, shundan qariyb 600 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar hisoblanadi. Jami 348 ta yangi loyiha amalga oshirildi. Zamonaviy televizorlar, muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari, konditsionerlar, elektr kabellari, transformatorlar va hatto quyosh panellari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu jarayon natijasida 11 mingdan ziyod yangi ish o'rinlari yaratildi. Ishlab chiqarish hajmining ortishi eksport ko'rsatkichlarida ham o'z ifodasini topdi. Ayniqsa 2017-yilda eksport 190 million dollardan oshmagan bo'lsa, bu 2024-yilga kelib esa 1,3 milliard dollarga yetdi. Mahalliylashtirish darajasi ham yildan yilga oshib boryapti. Xususan, joriy yilda 4,4 trillion so'mlik elektrotexnika mahsulotlari ichki resurslar hisobidan ishlab chiqarilmoqda. Mahalliylashtirish bilan bir qatorda tarmoqlararo kooperatsiya aloqalarini kengaytirishga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, joriy yilning o'zida 8,1 trillion so'mlik vazirlik va idoralarga elektrotexnika mahsulotlari yetkazib berish, bu orqali importni sezilarli darajada qisqartirishga rejalashtirilgan. Bundan tashqari, xorijiy kompaniyalar tomonidan qurilayotgan shamol stansiyalari, quyosh elektr stansiyalari kabi katta yirik loyihalarga 300 million dollarlik kabel sim, kuchlanish qurilmalari, lep oporalar kabi mahsulotlar yetkazib berish rejalashtirilgan bo'lib, o'tgan yillarga solishtirganda 2 barobar o'sishni o'z oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Aytish kerakki, bu yuqori ko'rsatkichlar avvalo sohaga yuksak e'tibor va qo'llab-quvvatlash natijasidir. O'z navbatida tarmoq korxonalari 2027-yilgacha bojxona va soliq imtiyozlaridan foydalanmoqda. Eksport xarajatlari esa qisman subsidiya qilinadi. Shu bilan birga mamlakatda ishlab chiqariladigan qator mis uchun chegirma belgilanishi ham mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini oshirmoqda. Prezidentimizning qarorlari bilan hududlarda sanoat texnoparklari amalga oshirilmoqda. Mana Ohangaron tumanida, Farg'ona viloyatida, Xorazm viloyatida bugun LTH Industrial Texnoparki amalga oshirilyapti. Buni loyiha doirasida 27 ta investitsiya loyihasi joylashtirilyapti. Bu nimaga qaratilgan? Bu asosan yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga bo'lgan jarayonni yanada ham rivojlantirish, ya'ni misni qayta ishlash orqali biz bugun mahsulotlarimizni xorijga eksport qilyapmiz. Mana oddiygina misol, bundan 8 yil avvallari eksport ko'rsatkichimiz bilan birga eksport geografiyamiz ham juda ham kam bo'lgan. Bor yo'g'i 10 ta, 15 ta mamlakatgagina biz eksportni amalga oshirgan bo'lsak, bugun qariyb ularning soni 72 tadan oshyapti. Bu albatta yaxshi ko'rsatkich. Hattoki mana biz Yevropa mamlakatlariga chiqyapmiz. Bu nimaning natijasi? O'sha korxonalarimizning xalqaro sifat standartlariga javob berayotganligi, mahsulotning yuqori qiymatli ekanligini bugun amalda o'zining natijasini ko'rsatyapti. Shuningdek, davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga muvofiq 2027-yilgacha tarmoqda ishlab chiqarish qiymatini o'rtacha 21% dan 30% ga oshirib, ishlab chiqarish hajmini 58 trillion so'mga hamda eksport hajmini 3 milliard dollarga yetkazish ko'zda tutilgan. Shuningdek, umumiy qiymati 4 milliard dollar miqdoridagi investitsiya loyihalarini amalga oshirish maqsad qilingan.